Meni faqat retseptlar orqali taniysiz, lekin bu sahifani ortida qanday hayot yashiringanini bilasizmi? Bugun sizlarga o'zim haqimda, balki hech kimga aytmagan hikoyamni aytib beraman. 2003-yilda tug'ilganman. Asli Piskent tumani Telmon qishlog'idanman va men qishloqdan ekanligimdan hech ham uyalmayman. Birinchi sinfda o'qib yurgan paytlarim esa oilamiz bilan Olmaliq shahriga ko'chib keldik va shu yerda ikkinchi maktabni tamomladim. Maktabda juda ham sho'x qiz bo'lganman. Qizlardan ko'ra o'g'il bolalar bilan tezroq chiqib ketardim. Shunga qaramay bitta eng yaqin dugonam bor edi. Ismi Bonu. Eng quvonarlisi haligacha dugonamiz. Bir paytlar esa futbolchi bo'lishni orzu qilganman. Hattoki futbol to'garagiga ham qatnashganman. Lekin oilam bunga qarshi bo'lgani uchun esa bu orzuyimdan ham voz kechishga majbur bo'ldim. 11 sinfni bitirgach esa Toshkent shahar yuridik texnikumiga o'qishga kirdim. Dadam bilan ayam menga ishonib, orzularim ortidan borishimga ruxsat berdi. O'sha vaqtdagi eng katta orzuyim ZAGS xodimi bo'lib ishlash bo'lgan va hozir ham bu orzularim ro'yxatida turadi. Texnikum menga nafaqat bilim, balki hayotiy saboq ham bergan. O'sha yerda yaqinim deb ishongan insonim tufayli hamma ham sizga chin do'st bo'lib chiqmasligini tushundim. Texnikumdan keyingi hayot men rejalashtirgandek davom etmadi. Allohning men uchun yanada chiroyli rejalari bor. Oila qurdim, keyin esa onalik baxtiga erishdim. Hozir meni eng katta boyligim turmush o'rtog'im va qizim Aisha. Orada o'zimni yo'qotgan degan bo'ldim. Endi kimman, bu yog'i nima bo'ladi, kim bo'laman degan savollar ko'p o'ylantirardi. Shu paytda opalarimning pardeshkasi va turmush o'rtog'imning ishonchi va albatta qaynona oyijonimning qizimga qarab bergan yordamlari bilan blog yuritishni boshladim. Avvaliga shunchaki video olardim, keyin tushundimki, blog bu shunchaki kamera yoqish emas, bu o'rganish, mehnat qilish va har kuni kechagidan yaxshiroq bo'lish ekan. Bugun bu sahifamda siz faqat retseptlarni emas, balki mening haqiqiy hayotimni ham ko'rasiz. Bu hali hikoyamning boshlanishi. Keyingi videoda esa sizlarga qanday qilib tatarkan ekanini bo'lib qolganimni aytib beraman.